Sergeli tumanidan nodir asar qilib qurilgan bitta hovlini topib qo'ydim. Ko'rib turinglar, qiziq bo'ladi. Ko'chalarni ham qarang, ziloniy zonalar, bruschatkalar. Mana shu uyimiz sotilyapti. Fasad bu yog'i ham oxirigacha bruschatka qilingan. Qo'shnilar ahilligidan darak beradi bu. Mana avtomatik darvozamiz, mashina kirishga, bu kalitka, kameralar bor. O'zi ham uyga har bitta narsasiga detalni e'tibor berishgan ekan. Chap qo'lni qo'l yuvishimizga joy qoldirib ketilgan. Garajni qarang, ikkita mashina bemalol sig'adi. Avtomatik ochiladigan darvoza. Ziloniy zonalariga ham alohida e'tibor bergan ekanlar aka. Uyga qarang, go'zalligini. Xo'sh, qarang, tapchanni ham o'rab chiroyli ayvon qilib qo'ygan ekanlar. Yozda mazza qilib o'tirishingizga sharoit qilib qo'yishgan ekan. Ko'rib turinglar, bu uy zo'r joylari hali oldinda. Ko'rib baho berib, like bos, esinglardan chiqmasin. Qaranglar, asosiy uyimizni tagida podolimiz joylashgan. Eshiklarni qarang, naqshlarini qarang. Oddiy kiraverish eshiklariga ham naqshli qilib zo'r eshiklar qo'ygan ekanlar. Kiraverishimizdan o'ng qo'ldan mehmonlar. Mehmonxonamiz uy ichiga ham kirmasdan mehmonlarni kutaverasiz. Bu yerdan oshxonaga chiqsangiz bo'ladi. Uyimizning asosiy qismi, kiraverish qismini ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda mebellarning ko'pini tashlab ketamiz deyishdi. Kelasiz, yashaysiz. Qarang, qanaqa chiroyli patologlar qilingan. Kirganimizda o'ng qo'l oshxona. Bu eshikdan zalga chiqsanglar bo'ladi. Mebellarni ham yaxshi mebellar qilingan ekan. Ko'rib baho berasizlar. Yoqayotgan bo'lsa like bossanglar, biz juda ham xursand bo'lamiz. Bu fishkasi bor, oxirida ko'rasizlar. Katta hol, TV zona, divanli zonasi. U yerda bo'lsa umumiy sanuzli joylashgan. Bu yerda родительский spalni o'zini sanuzli bilan mana ko'ryapsizlar. Zo'r, hammasi chiroyli, yaxshi narsalar ishlatilgan. Remontdan chiqqaniga 5 yil bo'lgan ekan, lekin juda ham zo'r saqlangan. Endi sizlar bilan biz ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga. Voy, mashalloh. Juda ham zo'r. Ikkinchi qavatda asosan bizani yotoqxonalar kutib oladi. Ko'rib turinglar, bizani qo'llash esdan chiqmasin. Mana bu rasmni qarang. Qanaqa chiroyli. Asosiy eshikdan chiqib oldi. Hozir sizlarga endi kulminatsiyani ko'rsataman. Ovozdan o'sha sezyapsizlar, bu yerda nima borligini. Yozib turinglar, nima borligini topinglarchi. Voy, bismillah. Voy, mashalloh. Qarang. Dacha ham kerak emasdi. Basen, abagretlari bilan, jakuzi, saunasi bor, letniy kuxnyasi bor. Zo'r, hamma sharoit bor ekan. Bu yerda bitta zal joylashtirishgan ekan. Narxi $465 ming kelishadigan joyi bor. Ulgurib qolinglar, aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz. Bitta like esdan chiqmasin.